bir o'ylab ko'r. Qarshingdagi inson senga tabassum qilyapti yoki senga qattiq nazar bilan nigoh tashladi. Lekin o'sha tabassum ham, o'sha nigoh ham aslida uning o'zi emas, bir manbaning tajallisidir. Ibn Arabiy aytadi: inson Allohning ilohiy ismlarining oynasidir. Bugun biz shu mistik sirga kirib boramiz. Nima uchun inson oynadir va bu oyna onga qanday ta'sir qiladi? Oyna oddiy narsaga o'xshaydi, lekin u katta sirni saqlaydi. Oynaga qarasang, ranglarni ko'rasan, nurni ko'rasan, soyani ko'rasan. Lekin ularning hech biri oynaning o'zidan kelmaydi. Barchasi unda aks etayotgan manbadan keladi. Inson ham xuddi shunday. Ichingdagi har bir tuyg'u, har bir his, har bir harakat ilohiy ismlarning bir tajallisidir. Qalbingdagi sabr Allohning Sabur ismining tajallisi. Muhabbat uning Wadud va Rahmon ismining tajallisi. Sendagi hikmat uning Hakim ismining yorug'ligidir. Shuning uchun inson oyna, lekin u oynaning tasvirida o'zini emas, o'zidan yuqori manbani ko'rsatadi. Rahmon rahmatni, Qodir qudratni, Alim bilim va anglashni, Hay hayot va jonbaxshlikni namoyon qiladi. Inson mana shu ismlarning ko'ringan suratidir. Binobarin Rahmon insonni o'zining suratida yaratdi. Bu tajallini ongli holda ko'tarish lozim bo'ladi. Shuni anglagan paytdan boshlab sening har bir so'zing, har bir nigohing, har bir harakating ma'noga ega bo'ladi. Sen tabassum qilsang, bir ism tajallisi ro'y beryapti demak. Sen yordam qilsang, faqat yordam emas, Rahmon ismi olamda nurlanmoqda demak. Inson nega aks ettiruvchidir? Chunki haqiqatda yagona yaratuvchi mavjud. Undan o'zga mutlaq borliq yo'q. Inson esa uning nurining ongli tashuvchisidir. Tuyg'ular uning tajallilari, amallar uning ismlarining ko'rinishlari, fikrlar uning hikmati aks etgan nurdir. Oyna toza bo'lsa, nur ravshan, oyna kir bo'lsa, nur xira bo'ladi. Shuning uchun fikr xira, tuyg'u xira, amal xira bo'ladi. Hayotdagi ko'p muammolar shundan kelib chiqadi. Inson oynasini poklaganda ongi ko'tariladi, g'azab kamayadi, sabr kuchayadi, rahm shafqat kengayadi, hikmat yorishadi. Sen o'zingnigina emas, borliqni yagona birlik ichida ko'ra boshlaysan. Ong shaxsiy emas,
ilohiy tajallining ko'rinishiga aylanadi. Ichingdagi har bir harakat uning bir nuri bo'ladi. Bir o'ylab ko'r. Bir do'sting yordam berdi. Bu faqat uning amali emas. Bu Rahmon ismining tajallisi. Bir ustoz bilim berdi. Bu faqat uning mehnati emas. Bu Alim ismining tajallisi. Kimdir g'azablandi. Bu faqat uning hissiyoti emas. Bu Jabbor ismining bir soyasi. Har bir voqea oyna. Sen esa shu oynalardagi nurni o'qiyapsan. Vahdatul vujud va ilohiy oyna ongi egoni yo'q qiladi. Men qildim deyish qiyinlashadi. Chunki har bir ish uning tajallisidir. Menlik kichraysa, nur kuchayadi. Sukutning ortishi ong kengayishi bilan birga keladi. Hayot osonlashadi, chunki qarshilik yo'qqa chiqadi. Har bir narsani bir ism sifatida ko'ra boshlaysan. Oynang pok bo'lsa, sening nuring boshqalarning ongini ham yoritadi. Bir tabassuming xotirjamlik olib keladi. Bir rahm shafqatli amaling qalblarni ochadi. Go'zal bir so'z ilhom uyg'otadi. Endi o'ylab ko'r. Sen hayotingda o'zingning aksingni sezganmisan? Yoki faqat boshqalarning aksini ko'rasanmi? Qalbingni och. Ichingdagi oyna kirlardan qanchalik pok? U atrofingga nur tarqatmoqdami yoki zulmat? Shuning uchun Ibn Arabiy aytadi: komil inson oynasini toza saqlaydigan insondir. U o'zini emas, manbaning haqiqatiga ishora qiladi. Bu haqiqat ko'z bilan emas, qalb bilan ko'riladi.